Hech kim sizga ota-onangiz qilgan munosabatni qila olmaydi. Kim bo'lsa, har nima bo'lganda bir kuni javobini so'raydi. Har qanday samimiyatda bu dunyoda boshqalar tomonidan qilinayotgan samimiy munosabatda bir kun javobi albatta siz u bilan qarshilashasiz. Bugun qarshilashmagan bo'lsangiz, ertaga qarshilashasiz. O'rtalar buzilguncha har narsa. Haqiqatlar o'rtaga chiqquncha, sovuqlar issiq, issiqlar sovuq bo'lguncha bilinmasligi mumkin. Haqiqat bu, achchiq bo'lishi mumkin, lekin bu haqiqat. Lekin birgina holatda ota-onalarda farzandiga bo'lgan munosabatida u yo'q deb o'ylaydi. Farzandi ota-onaga munosabatida u bor. Qalbing parcha-parcha bo'lib ketsa ham deydilar. Qarang, qalbing parcha-parcha bo'lib ketsa ham, lekin qalbni parchalaguvchi bo'lmagin degan. Mazlum bo'l, illo zolim bo'lmagin degan. Chunki hisob-kitob o'ta og'ir deydilar. Mayli bizlar ustimizdan kulsin, mayli bizni masxara qilsin. Alloh masxara qilmasa bo'ldi. Alloh ustimizdan kulmasa bo'ldi.